Maktabga nimaga borardingiz? Men maktabga velosipedda borardim akajon. Sizchi? Men ham lekin peshkomon borganman. Lekin onalarimiz mana bu ayollar farzandlarini maktabga mana shunaqa eshaklarda olib ketishyapti. Qadriga yetish uchun hayotda o'zi yetarli-da. İnsanlarning hayotiga qarab dars chiqarsak bo'ladi. Faqat biza o'z farzandlarimizni lyuks o'rgatib qo'yganmiz. Biza maktabga piyoda borardik. Keyin 7-sinfimdan velosiped bilan borganmiz-da. Hozir farzandlarini mashinada, lyuks mashinalarda etib qo'yib, olib kelishni urib qo'ygan. Bilasizmi aka? Nima deysiz shu narsaga? Men lekin ortiqcha erkalash deb hisoblayman. bolalikda o'tkazib yuborish deb hisoblayman. Hozir qarang, eshakda onasi bilan birga maktabga mazax qilgan. lekin u ham bilasizmi, uzoq bo'lgani uchun juda ham uzoq ekan maktab bir uchun. baxtda. Lekin baxt. İnsanlar shunaqa hayotda ham yashayapti. Mazza qilib. Baxtlarni olganimizcha uzr videoni o'tkazib yuborishinglar mumkin. Sog' bo'ling.